Ayolingizni allaqachon sizdan ko'ngli qolib, farzandlaringiz uchun chidab yashayapti. Men sizga hozir 3 ta belgisini aytaman. 3-belgi aniq sizning uyingizda уже bor. Lekin bechara hech qaysi ayol ajrashaman, erimga qo'ng'at turmush qilaman, erimdan ko'nglim qolib yashayman deb turmushga chiqmagan. Birinchisi, ayolingiz ortiq sizdan so'ramayapti. Qattasiz, kim bilasiz? Unga bu уже umuman qiz emas. Ikkinchisi, uyda ishlarini jimgina qilib yuribdiki, hatto yo'qligini ham, yo'qligini ham bilmayapsiz. Sizdan pul so'ramay qo'ydi. Uchinchisi, telefoningizni titkilamayapti. Unga bu уже muhim emas. Kim bilan munosabatdasiz, kimga nima olib beryapsiz, kimni qayoqqa olib boryapsiz, bunga уже bu jarayonlar qiziq emas, befarqlikka kelib bo'ldi. Lekin ayol bir kunda bu holatga kelmaydi. Boshda siz bilan qiziqadi, sizga savollar beradi, telefoningizni titkilaydi, sizni muhimligingizni his qildiradi. Lekin ayol bergan mehriga, muhabbatiga javob ola olmagach, u sekin-sekin sovishni boshlaydi. Lekin hurmatli ayollar, har qanday o'lgan munosabatlarni tiklash mumkin. Eringizni, yoringizni qaytadan sevib qolib, o'lgan muhabbatingizni qayta tiklash borasida men siz uchun maxsus darslik tayyorladim. Hoziroq menga obuna bo'lib, izohlarda 5 raqamini qoldiring, men sizga darslik havolasini yuboraman.